Bu videoda men sizlarga Robloxda qanaqa pasportsiz 2 minutda ovozli chap olishni ko'rsataman. Bu usul 100% ishlaydi, faqat bitta notomoni yangi akkaunt ochish kerak. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan yagona narsa bu VPN. 老天保佑，金山银山前路有。 Xo'p, biz birinchi Robloxga kirishdan oldin VPN ga olamiz. VPN lokatsiya Amerika bo'lgani yaxshiroq. Yonda kiramiz. O'zim yangi akkaunt ocha olaman, chunki lokatsiyani Robloxdan o'zgartirish qiyin. Eski akkauntni misol uchun make test uchun passwordni ham ko'rsataman. Xohlasanglar voice chat akkaunt ochib olishga erinishinglar, mana shu akkauntga kirsanglar ham bo'ladi. Make test uchun kodini shan qildim. Agency gender. Yaxshilik betdan more, keyin settings, account info. Mana ko'rishingiz mumkin. United States, New York. Betdan continue with selfie. Yana continue. Keyin betdan yuzinglarni tasdiqlashingiz kerak. Buning uchun kamida 10 yosh bo'lishingiz kerak. Mana Roblox mani yoshimni aniqlagandan keyin menga o'zi ovozli chatda ishlatishga ruxsat berdi. Okay, endi bemalol chiqib ketsanglar bo'ladi bu yerdan. Keyin yana settings, privacy and content mashinaga kirasizlar, короче. Keyin communication, mana ko'rsanglar bo'ladi. Voice chat. Buni yo'q qo'yamiz. O'zinglar ko'rdinglar, bu yangi akkauntda hali hech nima qilinmagan. Yana sizlar uchun do'yinga kirib test qilib beraman. Mana ko'rishingiz mumkin turibdi voice chat. Bir menimcha ishlayapti.